Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, qadrdonlar, azizlar. Mana bu modelim bilan tanishtiraman. Bu qo'sh balonli Honji mototsiklini 250 kubaturali 2,5 tonnalik 1,5 ga 2,20 2,5 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan mototsiklimiz. Shu mototsiklimiz mana qo'shcha balon, radiatorli, panijni, radio magnitofoni bor, antifrizli, qo'shimcha o'rindiqlari bilan bugungi kunda chegirma narxi bilan 32 million so'm qo'ydik. Kelib olishlaringiz mumkin. Bunisi toq balonnisi, xuddi shuni 250 kubaturani qizil rangdagisi 1,40 ga 2,20 toq balonnisi. Buni narxi 30 million 500 ming so'm beryapmiz. Chegirma narxda oxirgi Navruz uchun. Yana mana ko'k rangdagisi ham 250 kubaturalini toq balonnisi 1,40 ga 2,20. Bu ham xuddi shunday 250 kubaturali qizil rangdagi toq balonnisi 2 tonna yuk ko'taradi bu. Narxi 30 million 500. Va nihoyat bu Malish deydi, kichkina mototsiklimiz. 1,70 ga 1,20 lik yuk ko'tarishi 800 kiloga mo'ljallangan mototsiklimiz. Ixcham radiatorli, motori, antifrizli. Radio magnitofoni bor. Balonlar 45 ga 12. Narxiga kelsak 18,5 million so'm. 800 kilo yukka mo'ljallangan 2 o'rindiqli mototsiklimiz. Va yanada mototsikllarimiz bilan tanishtirib o'taman. Mana bu ko'rib turganingiz 200 kubaturali radiatorli 200 lik motor bilan 2 metrga 1,35 kuzov razmeri 1,5 ton yukka moslashgan modelimiz Honjini. Radio magnitofonlari bor.